Xo'jayin, shunga shundoq qo'yib qo'ying. Bo'ldi, ber, qo'yib beraman. Yo'q, to'xtang, oldin o'qib chiqmaysizmi? Ukam, men senga ishonaman, ber, qo'yib beraman. Siz meni вообще tushunmadingiz. Ishdan ketmoqchiman, arizam. Ariza ketmoqchisan. Ha, gap yo'q. Ukam, mashqa qo'yish kerakmi? Siz meni tushunmayapsiz. Ketgandan keyin 30 million pul berishingiz kerak. 30 million senga. Ha, beramiz, ber, ukam, mashqa qo'ysa bo'ldimi? Shu ishxonada telefonim ham buzilgan. 17 Pro Max olib berasiz kamida 1 telemetlikdan. Telefon. Telefon ekan, ukam, ber, qo'yib bering, olib beraman. Ishdan ketganimdan keyin oila boqishim kerakmi? Mashina olib berishingiz kerak. BYD kamida. BYD mashina senga. Ha? Telefon, pul, mashina. Bo'ladi, ber, ukam, mashqa qo'l qo'yish kerakmi, bo'ldimi? Siz meni umuman tushunmadingiz aka. To'xta endi. Men seni prekrasno tushundim. Buni ber. Birinchi arizangga qo'l qo'yamiz. Mana, tayyor. Mana senga karta, xohlaganingcha ishlat. Mana senga BYD ning kaliti, mashina. Mana senga 3 xonali uy kaliti. Mana senga telefon. Menda shu futbolka bilan shu ishdan qoldi. Ishxonam senga. Omon bo'l, ukam. Cho'tta nito, juda ham oson beryordilar. Yo'q, men ishdan ketmayman. Xo'jayin, to'xtang, hazillashdim. А что, так можно было, что ли?